Bugun men 60 yoshdan oshgan pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. O'rindex oktyabrdan pensionerlarga taqiq qo'yildi. 60 yoshdan oshganlar endi ayrim ishlarni qila olmaydi. Pensionerlar uchun yangi cheklov boshlandi degan gaplar ko'paydi. Men sizga bu gaplarning qaysi qismi to'g'ri, qaysi qismi noto'g'ri talqin qilinayotganini oddiy tilda tushuntiraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, bobo buvimiz yoki pensiya yoshidagi yaqinimiz bor. Iltimos, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda shunchaki vahima tarqatmayman. Balki pensionerlar qanday xatoga yo'l qo'ymasligi, qayerga borishi, qanday hujjat tayyorlashi va o'z huquqini qanday himoya qilishi kerakligini aniq aytib beraman. Avvalo eng muhim narsani aytaman. 60 yoshdan oshgan pensionerlarga nisbatan har qanday taqiq degan xabarni ko'rganingizda darhol qo'rqib ketmaslik kerak. Chunki qonun yoki rasmiy tartibda biror cheklov bo'lsa, u hammaga bir xil qo'llanilmaydi. Odatda bunday cheklovlar aniq soha, aniq xizmat, aniq to'lov, aniq shartnoma yoki aniq tartibga tegishli bo'ladi. Oldin qanday edi? Oldin ko'pchilik pensionerlar pensiyasini olib, xohlagan bank kartasidan foydalangan. Ayrimlari ishlagan, ayrimlari kredit olgan, kimdir kommunal imtiyozlardan foydalangan, kimdir subsidiya yoki moddiy yordamga ariza bergan. Ya'ni pensiya yoshiga yetgan odam avtomatik ravishda jamiyatdan chetlashtirilmagan. U uy joyini sotishi, meros rasmiylashtirishi, bank xizmatidan foydalanishi, davolanishi, mehnat qilishi, shartnoma tuzishi mumkin bo'lgan. Endi nima o'zgardi degan savol tug'iladi. O'zgarishlarning asosiy mazmuni shundaki, ayrim holatlarda 60 yoshdan oshgan fuqarolardan qo'shimcha tekshiruv, qo'shimcha tasdiq, sog'liq holatini hisobga olish yoki shaxsning roziligini aniqroq hujjatlashtirish talab qilinishi mumkin. Buning sababi oddiy. So'nggi yillarda pensionerlar nomiga kredit rasmiylashtirish, ularning kartasidan pul yechish, aldov yo'li bilan uy joyini boshqa odamga o'tkazish, telefon orqali firibgarlik qilish holatlari ko'paydi. Davlat organlari va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar shuning uchun ayrim jarayonlarda ehtiyot choralarini kuchaytiradi. Lekin bu 60 yoshdan oshgan odam endi hech narsa qila olmaydi degani emas. Men ekspert sifatida aynan shu farqni tushuntirmoqchiman. Taqiq boshqa, tartib kuchayishi boshqa. Taqiq degani butunlay man etish. Tartib kuchayishi esa odamning o'z huquqini yo'qotmasdan, qo'shimcha tekshiruv orqali himoya qilinishidir. Endi kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa ortiqcha tashvish qilmasligi kerak. Shuni batafsil tushuntiraman. Birinchi navbatda o'z nomiga kredit, qarz, kafillik yoki bo'lib to'lash shartnomasi rasmiylashtirmoqchi bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, 63 yoshli fuqaro do'kondan 12 million so'mlik maishiy texnikani bo'lib to'lashga olmoqchi. Oldin faqat pasport, karta va telefon raqami yetarli bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi esa tashkilot uning doimiy daromadini, pensiya miqdorini, avvalgi qarzlarini, to'lov qobiliyatini va roziligini aniqroq tekshirishi mumkin. Bu odamni kamsitish emas. Balki keyinchalik men tushunmay imzo qo'ygan edim yoki mening nomimdan boshqa odam rasmiylashtirgan degan nizolarni kamaytirish uchun qilinadi. Ikkinchi holat uy, joy, yer, avtomobil yoki boshqa katta mulkni sotish. Masalan, 68 yoshli ona o'z kvartirasini nevarasining nomiga o'tkazmoqchi. Bunday vaziyatda notarius yoki tegishli idora onaning xohishi erkin ekanini, unga bosim bo'lmayotganini, u hujjat mazmunini tushunayotganini aniqlashi mumkin. Ba'zilar buni pensionerga taqiq deb noto'g'ri tushunadi. Aslida bu juda muhim himoya. Chunki hayotda shunday holatlar bo'lgan. Keksa odamga faqat vaqtincha hujjat, faqat yordam puli olish uchun kerak. Faqat ro'yxatdan o'tkazamiz deb aytib, aslida uning uyini boshqa odam nomiga o'tkazib yuborishgan. Keyin pensioner ko'chada qolgan, sudma-sud yurishga majbur bo'lgan. Uchinchi holat bank kartasi va pensiya puli. Hozir ko'p pensionerlar pensiyasini karta orqali oladi. Bu qulay, lekin xavf ham bor. Masalan, 60 yoshli otaxon telefoniga kelgan kodni bank kodimi deb tanishtirgan odamga aytib beradi. Natijada kartadagi 2 million 800 ming so'm yechib olinadi. Shuning uchun ayrim bank operatsiyalarida qo'shimcha tasdiqlash, SMS kod, biometrik tekshiruv yoki filialga kelib shaxsni tasdiqlash talabi kuchayishi mumkin. Bu ham umumiy taqiq emas. Bu pulni himoya qilish chorasi. 4-holat ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi,
60 yoshdan oshgan pensioner endi ishlay olmaydimi? Men aniq aytaman. Pensiya yoshiga chiqqan odamning ishlashi avtomatik tarzda man etilmaydi. Lekin ish turi muhim. Agar ish sog'liq uchun xavfli, og'ir jismoniy mehnat talab qiladigan, tibbiy ko'rikdan o'tishni talab qiladigan soha bo'lsa, ish beruvchi sog'liq holatini tekshirishi mumkin. Masalan, 64 yoshli odam qorovul bo'lib ishlashi mumkin, lekin tuni kun og'ir yuk ko'tarish. Xavfli texnika boshqarish yoki tibbiy ko'rsatkich talab qiladigan ishda alohida talablar bo'ladi. Bu yosh bo'yicha kamsitish emas, balki mehnat xavfsizligi masalasi. 5-holat imtiyozlar va yordam pullari. Ayrim pensionerlar yangi tartib chiqibdi. Endi menga yordam berilmas ekan deb o'ylaydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Moddiy yordam, subsidiya, kompensatsiya yoki imtiyozlar daromad, yashash sharoiti, oiladagi boshqa a'zolar soni, mulk mavjudligi kabi mezonlar asosida beriladi. Masalan, 70 yoshli yolg'iz pensionerning pensiyasi 900 ming so'm bo'lsa, u albatta ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirishi mumkin. Lekin 62 yoshli pensionerning nomida 2 ta uy, avtomobil va qo'shimcha ijara daromadi bo'lsa, unga ayrim yordam turlari berilmasligi mumkin. Bu yoshga qarab taqiq emas, mezonlarga qarab saralashdir. Birinchi misol. 16 yoshli ayol 20 million 200 ming so'm pensiya oladi. O'g'li unga telefon olib beramiz deb onasining nomiga 8 million so'mlik bo'lib to'lash shartnomasi rasmiylashtirmoqchi. Ona shartnomani to'liq o'qimaydi. Faqat o'g'lim aytdi deb imzo qo'yadi. Keyin o'g'il to'lovni qilmaydi, qarz esa onaning nomida qoladi. Mana shunday vaziyatda tashkilot qo'shimcha savol bersa, bu telefonni kim ishlatadi, to'lovni kim qiladi? Shartnoma shartlarini tushundingizmi desa, bu pensionerni qiynash emas. Bu uni kelajakdagi qarzdan himoya qilish. Ikkinchi misol. 7 yoshli otaxon qishloqdagi uyini sotmoqchi. Xaridor unga pulning yarmini hozir, yarmini keyin beraman deydi. Otaxon shoshilib hujjatga imzo qo'yadi. Keyin qolgan pulni ola olmaydi. Agar notarius to'lov tartibini, pul o'tkazilganini, sotuvchi hamma shartni tushunganini tekshirsa, bu ortiqcha byurokratiya bo'lib ko'rinsa ham aslida nizoning oldini oladi. Uchinchi misol. 60 yoshdan oshgan ayol bankka borib, kartasidan katta summa yechmoqchi. Bank xodimi nima maqsadda yechyapsiz deb so'rashi mumkin. Ba'zi odamlar bundan ranjiydi. Lekin men bunday savolni har doim ham yomon deb bilmayman. Chunki firibgarlar ko'pincha pensionerga pulni yechib, falon odamga bering, aks holda bolangiz muammoga tushadi deb qo'rqitadi. Bank xodimi shubhali holatni sezsa, pulingizni saqlab qolishi mumkin. 4-misol. 63 yoshli erkak hali kuchli, sog'lom, tajribali ustoz. U maktabda, korxonada yoki maslahat xizmatida ishlamoqchi. Unga faqat yoshi uchun sizga mumkin emas deyish to'g'ri emas. Agar ish beruvchi shunday desa, u yozma asos talab qilish kerak. Chunki mehnat qilish huquqi bor. Cheklov faqat qonuniy asos bilan bo'lishi kerak. Birinchi nozik jihat. Taqiq degan so'z ko'pincha noto'g'ri ishlatiladi. Internetda sarlavha qattiq bo'ladi. Lekin matni o'qisangiz, gap aslida tekshiruv, ogohlantirish, yangi tartib yoki ma'lum xizmat shartlari haqida bo'ladi. Shuning uchun men har doim aytaman, faqat sarlavhaga ishonmang. Qaysi tashkilot e'lon qildi, qaysi sana, qaysi hujjat raqami, kimlarga tatbiq etiladi, qachondan kuchga kiradi degan savollarni tekshiring. Ikkinchi nozik jihat. Yoshning o'zi hamma narsani hal qilmaydi. 60 yoshdan oshgan odamlar bir xil emas. Kimdir 60 yoshda bo'lsa ham sog'lig'i yomon, hujjatlarni tushunish qiyin. Kimdir 70 yoshda bo'lsa ham juda faol, savodli, har bir shartnomani sinchiklab o'qiydi. Shuning uchun qonuniy jarayonlarda faqat yosh emas, shaxsning roziligi, aqliy holati, hujjatni tushunishi, bosim ostida emasligi, to'lov qobiliyati kabi omillar ham muhim. 3-nozik jihat, qarindoshlar orqali rasmiylashtiriladigan bitimlar. Eng ko'p muammo aynan shu yerda chiqadi. Pensioner o'z bolasiga ishonadi, nevarasiga ishonadi, qo'shnisiga ishonadi. Ishonch yaxshi. Lekin hujjatda kimning nomi turgan bo'lsa, javobgarlik ham o'sha odamda bo'ladi. Agar kredit pensioner nomida bo'lsa, pulni o'g'lim ishlatgan degan gap bank uchun asos bo'lmaydi. Agar uy hadya shartnomasi bilan boshqa odamga o'tgan bo'lsa, men faqat vaqtincha deb o'ylagan edim. Deyish keyin juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir pensionerga aytaman, imzo qo'yishdan oldin hujjatni 2 marta o'qing. Tushunmagan joyingizni so'rang, shoshilmang. 4-nozik jihat. Tibbiy ma'lumotnoma masalasi. Ayrim holatlarda keksa odamning hujjat imzolash qobiliyati bo'yicha shubha tug'ilsa, qo'shimcha tibbiy xulosa so'ralishi mumkin.
Bu ham har doim majburiy degani emas. Lekin katta mulk sotilayotganda, nizoli oilaviy vaziyat bo'lganda, meros yoki hadya masalasi chiqqanda, bunday ehtiyot chorasi keyinchalik hujjatning sudda bekor qilinishining oldini oladi. Masalan, farzandlardan biri onam hujjat mazmunini tushunmagan deb sudga bersa, oldindan olingan tibbiy xulosa yoki notarial tasdiqlar ishni ancha oydinlashtiradi. 5-nozik jihat ishonchnoma. Ko'p pensionerlar men o'zim yurmayman, o'g'limga ishonchnoma beraman deydi. Ishonchnoma juda kuchli hujjat. Unda nimalarga ruxsat berganini aniq yozish kerak. Agar ishonchnomada sotish, pul olish shartnoma tuzish, bankdan pul yechish kabi keng vakolatlar bo'lsa, vakil juda ko'p ishni qilishi mumkin. Shuning uchun men maslahat beraman, ishonchnomani umumiy qilib bermang. Masalan, faqat pensiya kartasini almashtirish uchun kerak bo'lsa, aynan shu harakat yozilsin. Uy sotish uchun kerak bo'lmasa, uy sotish vakolatini qo'shmang. 6-nozik jihat, telefon orqali keladigan rasmiy qo'ng'iroqlar. Hech bir bank xodimisidan SMS kod, karta paroli, ilova paroli yoki plastik karta orqasidagi raqamlarni so'ramasligi kerak. Hech bir davlat organi telefon qilib, hozir pul o'tkazing, aks holda pensiyangiz to'xtaydi demaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol suhbatni to'xtating. Yaqiningizga ayting, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yoki eng yaqin filialga boring. 7-nozik jihat, pensiya to'xtatish haqidagi qo'rquv. Ba'zan odamlar men ishlasam, pensiyamni olib qo'yishadi. Men kredit olsam, pensiyam to'xtaydi. Men bankka borsam, tekshiruv bo'ladi deb qo'rqadi. Har bir holat alohida. Pensiya to'xtatilishi uchun qonuniy asos bo'lishi kerak. Masalan, noto'g'ri hujjat, ortiqcha to'lov, fuqaroning vafoti, boshqa davlatga doimiy ko'chib ketish bilan bog'liq tartiblar bo'lishi mumkin. Oddiy bank operatsiyasi yoki oddiy ishga kirish har doim ham pensiyani to'xtatmaydi. Birinchi qadam. Har qanday taqiq haqidagi xabarni tekshiring. Men sizga oddiy qoidani beraman. Xabarda aniq hujjat nomi, sana rasmiy tashkilot, havola yoki qaror raqami bo'lmasa, uni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Mahalla. Pensiya jamg'armasi bo'limi, bank filiali, notarius yoki rasmiy davlat portallari orqali aniqlashtiring. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha hujjat, mulk hujjatlari, nikoh yoki meros bilan bog'liq hujjatlar tartibli joyda turishi kerak. Hujjatlar yo'qolsa, kechiktirmasdan tiklash kerak. Chunki ko'p muammo aynan hujjat topilmaganda boshlanadi. 3-qadam, katta bitimlarda shoshilmang. Uy sotish, hadya qilish, kredit olish, kafillik berish, ishonchnoma berish kabi masalalarda kamida 1 kun o'ylang. Hujjatni uyga olib kelib o'qing yoki ishonchli mutaxassisga ko'rsating. Hozir imzo qo'ymasangiz imkoniyat ketadi degan bosim ko'pincha xavfli belgidir. 4-qadam, bank xavfsizligini kuchaytiring. Pensionerning telefon raqami o'z nomida bo'lsin. Bank ilovasi parolini hech kimga bermasin. SMS kodni hatto farzandiga ham aytmasin agar zarurat bo'lmasa. Kartada juda katta summa saqlash kerak bo'lmasa, pulni alohida hisobda saqlash mumkin. Shubhali pul yechish yoki o'tkazma bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. 5-qadam, ishonchnomani aniq yozdiring. Notariusga borganda hamma narsaga ruxsat berib yuboring demang. Qaysi ish uchun kerak bo'lsa, faqat o'sha ish yozilsin. Masalan, falon bankdan yangi karta olish, falon idoradan ma'lumotnoma olish, falon kommunal tashkilotda ariza topshirish. Agar uy sotish niyatingiz bo'lmasa, ishonchnomaga sotish huquqini kiritmang. 6-qadam, agar sizga xizmat ko'rsatishdan bosh tortishsa, yozma javob talab qiling. Masalan, bank, ish beruvchi, tashkilot yoki idora siz 6 yoshdan oshgansiz mumkin emas desa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Iltimos, rad etish sababini yozma ravishda bering deng. Yozma javob bo'lsa, uni yuqori tashkilotga, sudga yoki tegishli nazorat organiga ko'rsatish mumkin. Og'zaki gap esa ko'pincha isbotsiz qoladi. 7-qadam, mahalla va ijtimoiy himoya organlariga murojaat qilishdan tortinmang. Agar pensioner yolg'iz yashasa, daromad yetmasa, dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki parvarishga muhtoj bo'lsa, mahallaga ariza berish kerak. Arizada vaziyat aniq yozilsin. Pensiya miqdori, oilaviy ahvol, sog'liq holati, yashash sharoiti, qanday yordam kerakligi. Ilova sifatida pasport nusxasi, pensiya ma'lumoti, tibbiy hujjatlar, kommunal qarzdorlik bo'lsa, kvitansiyalar qo'shilishi mumkin. 8-qadam, qarindoshlar
o'zaro kelishuvni hujjatlashtirsin. Masalan, farzand ota-onasining nomiga kredit olib o'zi to'lamoqchi bo'lsa, bu juda xavfli. Eng to'g'risi, kreditni kim ishlatsa, o'sha odam o'z nomiga olsin. Agar baribir pensioner nomiga rasmiylashtirilsa, oilaviy ishonch bilan cheklanmang. Yozma kelishuv qiling. Lekin men bunday yo'lni tavsiya qilmayman. Chunki bank oldida baribir asosiy qarzdor hujjatda ko'rsatilgan odam bo'ladi. 9-qadam shubhali holatda huquqshunosga murojaat qiling. Ayniqsa uy-joy, meros, hadya, kredit, kafillik, qarz, sudxat kelishi, ijro byurosidan ogohlantirish kelishi kabi vaziyatlarda keyin ko'ramiz demang. Bir kunlik kechikish ham zarar keltirishi mumkin. Hujjatni ko'tarib mutaxassisga boring. Vaziyatni yashirmasdan ayting. 10-qadam yaqinlaringiz bilan ochiq gaplashing. Ko'p pensionerlar bolalarini bezovta qilmaslik uchun muammosini aytmaydi. Telefon firibgarga aldanib qolgani ham uyalib yashiradi. Bu noto'g'ri. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, agar kimdir imzo qo'yishga majburlasa, agar qarz yoki kredit taklif qilinsa, darhol ishonchli yaqin odamga aytish kerak. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. 60 yoshdan oshgan pensionerlar jamiyatning tajribali, hurmatli va huquqqa ega a'zolaridir. Ularning huquqlari yosh sababli bekor bo'lib qolmaydi. Lekin aynan shu toifa ko'proq firibgarlik, noto'g'ri shartnoma va bosim xavfiga duch kelgani uchun ehtiyot choralariga jiddiy qarash kerak. Agar yangi tartib sizdan qo'shimcha savol, qo'shimcha tasdiq yoki hujjat talab qilsa, avval sababini so'rang. Agar talab qonuniy bo'lsa, hujjatlarni tayyorlang. Agar talab asossiz bo'lsa, yozma javob olib shikoyat qiling. Bugungi mavzuning asosiy ma'nosi shuki, 15-oktyabrdan albatta yoshdan oshgan pensionerlar uchun hamma narsaga umumiy taqiq joriy bo'ldi deb vahimaga tushish kerak emas. Lekin kredit, bank kartasi, mulk sotish, ishonchnoma, yordam puli, ishga joylashish va katta shartnomalarda ehtiyotkorlik kuchaygani tushunish kerak. Bu jarayonlarda eng muhim narsa hujjatni o'qish, yozma asos talab qilish, kod va parollarni bermaslik, katta qarorlarni shoshilmasdan qabul qilishdir. Sizning fikringiz men uchun muhim. Kommentarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlardan qanday qo'shimcha hujjatlar so'ralyapti? Bankda, notariusda yoki mahallada qanday holatga duch keldingiz? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, pensiya yoshidagi tanishlaringizga yuboring. Bitta to'g'ri ogohlantirish kimningdir pensiyasini, uyini yoki tinch hayotini saqlab qolishi mumkin.